Aleyküm azizlar. Mana bugun ishlagan boshimizni Başlayacağımız işimiz başlıyor. Aleyküm azizlar. Mana bugun 2026-yil 18-aprel Shahrisabzda boshlagan ishimiz ikkinchi kuni. Xudo xolasa ishlarimiz borgan sari yaqinlashyapti. Go'zal chiqyapti xudo xolasa. Faxriddin, Abrobek, Xonjon bosh rollarda. Kimga shunaqa ishlar kerak bo'lsa, Samarqandda, Toshkentda yurishimiz bor, xudo xolasa. Shu atrofda bo'lsa aytib yubora olasizlar. Bir yo'l-yo'lakka qilib ketamiz, xudo xolasa. Salomat bo'linglar. Kuzatishda davom etinglar.